Abdullah aka. Oy inim. Jinni aram beqib atgan birsi tijoratdagi muvaffaqiyatli to'g'riliq dars o'tib atmoqda. 3 erdan ajrashgan ayol baxtli turmush so'zlab atmoqda. Nurg'un odamni aldab, pulini qaqt so'qti qilgan birsi odamgarchilik, vijdon to'g'riliq film chiqarib atmoqda. Texmi qizig'i to'y qilib turmushga chiqib boqmagan bir qiz ayollik turmush haqida dars vermoqda. Bozorda ayg'irni bo'g'az deb setib yurgan bir savdogar otni qandoq to'nish haqida film chiqarib o'tmoqda. Ömürdə tan tarbiya bilan uchrashmagan, birasi bilan mushishib ve tumshug'ini qanitib boqmagan birsi tan tarbiyachilarni baholab jajimiga baho bermoqda. Xo'sh, hurmatli ekrandagi do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Navqiron shirkatiningki oddiy bir G'o'ljadagi maltaqat qo'chisidan iborat mushundaq bir akimizning Ilzatdek tantarbiya sohasidagi faxrlik bir o'g'longa 30 ming yuan qimmatidan bir otni sovg'a qilish o'yiga kelganligini musha ekran oldidagi do'stlarga sunib beryapmiz. Unda esa Abdullah aka musha Ilzatga qanday qilib musha 30 ming yuan chiqarib yeningdan musha otni sovg'a qilib qolgan keldi aka. Ilzatning musobaqasini ko'rgandan keyin mening o'g'limni boks mashq qildi emasmi? Üçümüz oğlum, men to'rtimiz ko'rib shunda bir hayajonlandik. Ilzat besilib qolgan vaqtda yig'lab ketmadi, meni bir o'zimning bir bag'rim bir besilib qolgandek bo'lib, angacha bu yengib oldi, shunda bir shodlandik. O'zim shu vaqt o'yladim, mushundaq bir palvonlarga bir o'zimning ko'nglimni izhor qilsam nima bo'ladi deb, Ilzatning do'yiniga kirib qarsam bu otni yaxshi ko'rdi. To'xtar, endi mening iqtisodim bak cho'ng bo'lmasimi, lekin bir ot kuchim edi bu. Mushu balning bir shu tatgan jafolariga loyiq bir qilanmasam o'zimning ko'nglimni bir bildiraychi deb shu otni tanlab qoldim. Otni 30 ming yuan. 30 mingga oldim endi otni. Ep bo'ldim. Shundaq, bizning Abdullah akamni biz o'zimiz yaxshi tanishadigan, yandan ko'rayotgan yaxshi akalarimizdan birisi. Gerçi tijorat unchalik cho'ng emas. Bo'lgan sharoitdimi o'z oldiga bir mahsulot yo'q. Faqat Navqiron shirkatining oddiy bir mol yetkazuvchisi bo'lish sifati bilan, ya'ni o'sha o'zimizning faxrlik o'g'lonlarni qo'llig'idan ko'pdan ko'p so'yindik. 30 ming yuan pul tepish bugünkidek oson bo'lmagan shunday kunlarda bir odam uchun oson emas. Hammamizga pul tepish oson emas bo'lgan bugungi kunlarda Abdullah akamningki o'zimizning faxrlik o'g'lonlaridan Ilzatni qo'llab, buningki kasbiy hayotdan texmo utuqlar yor bo'lishiga shunday bir turtki bo'lib qolsa degan orzu umidlarda yanchiqidan ashunchalik pulni chiqarib, yaxshi nasllik ot sovg'a qilgandan naytimi so'yindik aka. İşlerin texmo bereketli bo'lsin. Bir kichikkina mal yetkazuvchidan bugünkidek tantarbiyani qo'llaydigan mushundaq akalarimizning ko'plab chiqishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bu otni hamda qay vaqt yetkazib beray deyapsiz aka? Otni Ilzat G'o'ljaga keldik-a. Men hamda Ilzatning opasi dadisiga. Bu mo'minlar bo'lsa shularga ko'nglim bor mening uchun. Bir Ilzatga gulchamrakni taqab, oldiga chiqib, bir cho'ng bir o'rinlashtirish qilib bersam, shu yerda shu Ilzatga otni bersam, men o'zimning ko'nglimni ashuna bir izhor qilib olsam deganni o'yladim. Men Ilzatning vaqti yetamdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Unda olsa ekrandagi do'stlarniki mushu filmni Ilzatga avatib qo'yishinglarga tilakdoshmiz. O'zimizmi Ilzat bilan aloqa qilish uchun tirishayapmiz shunday aka. Ham aloqa qilishimiz deb o'ylayapmiz. Shunmush film orqali Ilzatga ko'pdan ko'p tashakkurimizni partiya hukumatninki mana shunday yaxshi siyosatlar ostida yaxshi mashq qilib, yaxshi sharoitlarda yaxshi natijalarni qozonayotgan Ilzatdek, Salomondek botur ellarimizningki ko'plab chiqishiga tilakdoshmiz aka. Shunga yana oxirsi deydiganimiz, mana shu 30 ming so'm pulni chiqargan Navqiron shirkatiningki oddiy bir mol yetkazuvchisi Abdullah akamningki tenning salomat, turmushining baxtlik, buningdan keyingi ishlarining bereketli bo'lishiga tilakdoshmiz aka. Unda olsa biz Ilzat bilan atigacha aloqa qilishib, shu sen hozir tayyorlab qo'ydingmi otni? Shu tayyorlab qo'ydim. Endi o'rnini bekitsak, paloniyada o'tkazamiz debchi. Otni hamma ishlab tutib qoldi. Paloniyada o'tkazimizda bir yana do'yinda bir da'vatimizda kechgacha. Bo'ldi, unda olsa kechgacha biz paloniyada o'tkazimiz yoki o'tkazdik degandek bir natijalar ekrandagi do'stlarga cho'qim yaxshi bir javobni beramiz. Shunga oxirsida yana barcha do'stlarningki oilasiga xotirjamlik, turmushininki bereketlik, ballarninki Ilzatga o'xshash botir bo'lib chiqishi uchun bu filmni tatib o'tadik. Hammanglarning farzandinglarning egizlarda chaqnishini,
Çolpan kabi yaxshi utuqlarga erishishiga tilakdoshmiz. Diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Xo'sh.